Tamam. Bugungi videomizda koreys PUBG tortishni o'rganamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi o'rinda bizga Google kerak bo'ladi. Qidiruvga apk pure deb yozamiz. Va mana ilovani yuklab olish kerak bo'ladi. Yuklab olamiz. Tafsilotlar bosamiz. Yuklanyapti hozir. Bo'ldi mana. Yuklab olamiz. O'rnatish. Ochish qilib. Chiqib ketamiz. Bu yoqdan kiramiz. Reklama tugagandan so'ng X bilan chiqib ketamiz. O'zi chiqib ketar ekan. Va qidiruvga pubg xuddi shunday qilib kr deb yozamiz. Ruxsat deymiz. Va install mana birinchida turibdi pubg kr. Mana o'rnatilibdi. Endi installni bosamiz. Bu manbaga ruxsatni bosamiz. Men yuzaga kelish mumkin bo'lgan. Negadir bosib bo'lmayapti. OK deymiz. OK. Chiqib ketib kutamiz. Mana o'rnatishni bosamiz. Tortilyapti. Tortiryapti. Mana doneni bosib mana yuklandi deb kelyapti. Chiqib ketamiz. Mana turibdi, yuklandi. Endi kiramiz. Allo. Bunda birinchi ruxsat berish deymiz. Bunda birinchi Crafton chiqadi. Keyin ana shu Like Spet Studio degan keyin chiqadi. Bu yo'qlarda farqi yo'q unchalik. Va mana megabayti 302 megabayt ekan. Yuklanish kutib turamiz. Mana yuklanib ham bo'ldi. Endi biroz kutamiz. Mana endi men oddiysini tanlab turaman. Sizlar xohlaganinglarni tanlaylar. OK. Endi buni megabayti to'lishini kutish kerak bo'ladi. Mana yuklanib ham oldi. Hozir yuklanyapti. Yuklandi. OK ni bosamiz. Boshidan kiradi.
boshidan kiradi. Mana kirdi. Endi biz bu yerdan chiqib ketamiz. Endi Play Marketga kirib qidiruvga Quark VPN deb yozamiz. Va mana birinchida turibdi Speedy Quark VPN. O'rnatib olasizlar, men o'rnatganman. Ochish, kirib tepadan o'tkazib olasizlar ekran. Smart Connect'ni bosib, mana free'da turish kerak. VIP bo'lsa pulli bo'ladi. Koreyani bosamiz. Koreya Yangi yil dam olish vaqti. Market Yandex.Go mahsulotlar yetkazib berish xizmati bilan. Reklamadan keyin bitta bosasizlar. Bunda pin yo'q. Mana 192 pin 231 pin. Reklamadan keyin shunaqa bo'ladi. Keyin tap to connect. Looking for a modern VPN? Mana tepada VPN turibdi. Endi qaytib PUBG ga kiramiz. Mana pastdagilar hammasi sizlarda yashil bo'lmaydi. Buni hammasini bosib chiqish kerak bo'ladi. Yashil bo'lgandan keyin VPN yo'qoldi. Endi kirsa bo'ladi. Misol uchun akkaunt ochib qo'yganman, shuning uchun kirib ketdi. Okey, bosamiz. Qolib o'tdi video. Va mana ko'rishingiz mumkin. Tepada kiramiz. Mana bu yerda Cerebro'ga mana ko'rishingiz mumkin. Mumyolarni sotuvsilar bo'ladi. Mifik tova, old setlar. Mana uncha-munchaganda yo'q. Mana 260 taga 416 ga skin. Bu yerda bo'lsa mana bu yerda oddiy BP'ga mana qattiqdan setlanchi bo'lishi mumkin. Bu yerda ham 416 ga skin bor. Men hozir endi topganim uchun mana ochilmadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.